Yo, WhatsApp do'stlar, sizlar bilan yana Feyzouz. Bugungi videomizda Minecraftga 1.2 versiyada qo'shilgan narsani hammasini yasaymiz. Lekin bu videoda o'zida hammasini yasay olmayman. Bu videoning o'zida 3 tasini yasaymiz. Keyingi videoda 3 ta yasaymiz. Keyin keyingi videoda 4 ta yasaymiz. Xullas, mana shunaqa reja. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Mana xullas siz do'stlar o'yinni ham boshladik. Buni hech qanday birinchi ana bunaqani yasashingiz kerak bo'ladi. Hozirda men eng kuchli Minecraftda o'ynayapman. Maqtanishmoqchi, lekin buni tortishga imkonsiga ham emas. Xato qildim. Mayli, hech qisi yo'q. Hali hammasi oldinda. Endi biz birinchi nayzani yasaymiz. Hali bundan ham katta marralar kutmoqda bizni. Hali netherite'ning nayzani yasaganimda qanchalar xursand bo'lishimni sizlar bilmaysizlar-da. Do'stlar, birozgina zerikarli bo'lib qolishi mumkin deb sizlarni aldayman. Bu juda ham yaxshi bo'ladi. Terk yasaymiz. Xush. Bolta yasaymiz. Yangi kuchayish. Yana u yerda nima? Magma. Nahotki balki yerda temir ham topib olarmiz. Bilmaslik kerakdi-ku. Sразу qochamiz. Hali biz bunaqa narsa yasayapmiz. Yo'l kesdi. Demak, suvda quvonarli hech bola chiqqani yo'q. Shuning uchun tosh qazish ishlarini o'tkazamiz. Mana bizning birinchi toshimiz. Qanday bor? Yine ikkinchi nayzamiz ham deyarli tayyor desak bo'ladi. Hozirda men kanalimga qisqa videolarni chiqaryapman, lekin bu kelajakda bunchalik zerikarli bo'lib ketadi degani emas. Men hali bundan ham zo'r videolar chiqaraman. Mayli, ovozga tupuramiz. Muhimi ovozga tupuramiz. Tovushlar eshitilyapti-da. Asal buzar tovush. Atrofda g'or bormi? Mayli. Buni shunchaki qulog'imga eshitildi hisoblaymiz va olg'a intilamiz. Bu kim edi bu? Qodirali? Mayli. Tulki tashlanmaydimi? Yo'q, tulki tashlanmasa kerak. Mayli. O'zim jonim xavfga qo'ygim kelmayapti. Bu videoyimni hech agar mana shu videoga qo'y yo'qqa. Sen mening taomim bo'lasan. Shidri qo'y ekan. Tovuqdan umid qilmasam bo'ladi. Chunki men o'ldiradigan tovuqlarni hammasini mana shu tulkilar o'ldirib bo'lgan. Bu toqatli chakki emas.
hech qisi yo'q. Ammo bular ham o'ldirib qo'yishim uchun bugun meni silishga omadim kelyapti. Qaranglar. Xullas, menda hozir bitta reja bor. Men u yerga tushaman. Lekin do'stlar, menga Night Vision olganimda Night Vision olaman, lekin meni so'kmaysizlar. Rozimisizlar? Ha, berdi. Xullas, endi men bu kondan nimalarni topishim mumkin? Bu kim edi bu? Qodir Ali? Shriperni topishim mumkin ekan. Yaxshiyamki tayimda shu bor ekan. Temir do'stlar. Ketib ketamiz bo'ldi. Meni hali beri o'lgim kelmayapti. Nimali o'zimizni himoya qilib olib, mana shuni ham nimadir qilib tashlasak bo'laveradi. Yo, WhatsApp yurdi juda ham ko'p. Ko'mirgan topib oldim. Xullas, menda ko'mir bor, ko'mir yo'q. Bor narsani yo'q, yo'q narsani bor qilamiz. Mana shunday biroz yorug'lik kirib tursin. Xullas, men fakal yasadim. Xullas, ko'payib ketmayapti. Test. Bo'ldi. Endi esa ishimni shu yerda davom ettirib qo'yaman. Meni maqsadim ana shu keyingi aynaqani yasash edi. Nima edi? Temirlaydi. Xullas, shu bilan bo'ldi. Mana shuni bu yerga qo'yaman va buni bunday yoqaman. Va bizning birinchi temirimiz tayyor bo'lishi bilan sal qoldi. Meni oxirgi anaqa yo'qotdim. Ko'rdinglarmi? 2 million. 2 trilliard va mening keyingi aytdim boya. Sardordir. Endi esa mening oxirgi nayzam bugungi videoda albatta. Xullas do'stlar, ko'rib turganingizdek, men va'damni bajardim. O'sha 3 ta qilichni yasab bo'ldim. Endi esa siz va'da bajarishingiz kerak. Nima va'da deysiz? Bak. Deysizmi? Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men videoni tugatdim. Video yoqqan bo'lsa, albatta videoga like ham bosib qo'ying. Qara bo'lmasam